Parkent dehqon bozori, go'sht, sut mahsulotlari, kartoshka, piyoz, qishloq xo'jalik mahsulotlarini ko'rib chiqamiz. Mesni buqa go'shti o'zingizlar o'qib olasizlar, narxini men aytsam ishonmaysizlar keyin. Mana mesni mol go'shtilar 110 ming so'm bo'lyapti. Lekin o'zini kichkinagina suyagi bor. Mana ot go'shtilar 90 ming so'm bo'lyapti. Ko'proq olsa 85 ham qilib beraman deyaptilar. Mana shu dastada eng arzon sotilar ekan. Qazilar nechi pul do'stlar? 9 gramm. 100 ming ham qilib berishar ekan ko'proq olsa. Joylari qo'ylar 130 ming ekan. 135 ming so'm. Manzilda aytvoring endi. Parkentga kelaverasizlar. Obunachilarga yana arzon qilib berar ekanlar. Bemalol kelaveringlar. 115 ming, agar ko'proq olsanglar 110 mingdan qilib beraman. Ta'mirlik go'sht xohlasangiz. Mana bu yoqda shirinliklar, chaqchuqlar. 5,5 ming ekan. Sizlar 2,5 ming so'm. 3 kilosi 10 ming. Oq turib 10 ming so'm ekan. Turib 5 ming so'm, lovlagi 5 ming so'm, cholg'on 5 ming so'm. Pomidorlar 30 ming ekan. 60 ming so'm ekan orzu. Belgaskiy 40 ming so'm. Piyozda farq bor ekan. Kartoshkalar ham qisman arzon. Birinchi qism o'z yakuniga yetdi. Davomi kelasi Reels'da.